La havla va la quvvata illa billah. Ba'zida inson xazina topib olsam deydi. U haqiqiy ma'nodagi xazina bo'lishi ham yoki yaxshi joylarda ishlab ko'p pul topish bo'lishi ham mumkin. Bu maqsadiga erishish uchun turli yo'llarni qidiradi va o'ziga qiyinini topadi. Ayrim hollarda u yo'llar o'tib bo'lmaydigan darajada mashaqqatli bo'ladi. Lekin yaxshilab o'ylab ko'rilsa, har qanday qiyinchilikdan oson olib chiqib ketadigan, o'sha biz qidirgan xazinani qo'lga kiritishingizga yordam beradigan yo'l bor. Ushbu yigitning hikoyasi bizni ibrat olishga chaqiradi. Doim la havla va la quvvata illa billahni aytib yuraman. Sababi uzoq vaqt kasal bo'ldim. Davlat shifoxonalarida yotib davolandim, ammo yetarli natija bo'lmadi. Xorijga bo'lib davolanaman deb maqsad qildim. Kasallik esa kuchayaverdi. Tez charchab qolardim. Chet davlatga borishga ham kuchim qolmadi. Do'stlarimdan biri la havla va la quvvata illa billahni shifo niyatida ko'p aytishimni maslahat berdi. Qalbimda ishonch bilan boshladim. 2 kun to'liq aytdim. Shu zikrning sababidan shifo topaman degan ishonch bor edi menda. 3-kuni oldimga opam keldi. Davolanishim uchun safarga ketishimizni aytdi. Akam xarajatlar uchun pul topibdi. Meni safarga hozirlashdi. Bordim, davolandim va Allohning izniyle shifo topdim. Hozir men ko'pchilik bora olmaydigan uzoq yurtlarda davolanyapman. Allohga hamdlar bo'lsin. Banda Allohdan qaysi duoni qilib so'rashni bilsa, albatta Alloh so'raganini berarkan. La havla va la quvvata illa billahning bir qancha fazilatlari bor. U hayotimizga, qolaversa oxiratimizga ta'sir o'tkazadi. Bu kalima jannat kalimalaridan biri. U xazina bo'lishi bilan birga insonning qalbidan g'amni, qorong'ulikni ketkazadigan nur hamdir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: La havla va la quvvata illa billah 99 ta dardga davo. Ularning eng yengili g'amdir. Qalbdagi ishonch ovozi. Oliygohda o'qiydigan bir kambag'al talaba bor edi. U juma namoziga ketayotganida baqirib turgan bir kishining ovozini eshitdi. U kishi xayr-ehsonlar qutisining yonida turib olgandi. Odamlarni o'ziga qaratib, Imom Buxoriy va Muslimning Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi qudsiyni aytib turardi. Infoq qilgin. Ey odam bolasi, senga ham infoq qilinadi. Talaba cho'ntagini titdi. Bor-budi 5 riyol chiqdi. Uni xayr-ehson qutisiga tashladi. Qalbida ishonch ovozi yangradi. Ey Robbim, men faqir bo'la turib infoq qildim. Menga o'z boyliging ila infoq qilgin. Kechqurun bo'ldi. U ish bilan akasining oldiga bordi. U ukasining bor-budini ehson qilib yuborganini bilmasdi. Akasi, falon tashkilot menga o'z hisobidan pul tushirib berdi. Men baribir buning hammasini ishlata olmayman. Bir qanchasini senga beraman dedi. Ukasi ya'ni talaba qancha qarshilik qilmasin unga 2000 riyol berdi. Qarang, Alloh va'dasining ustidan chiqdi. Ozgina amalga ko'p ajr berdi. Pulini ham ko'paytirib qaytardi. Chunki u shakur zotdir. Allohdan yordam va yaqin zafar. Har bir shaxsning o'ziga yarasha xohish istaklari bor, lekin hammasidan ham ustun bir orzusi bo'ladi. Boshqalardan ko'ra shuni amalga oshirsam deydi. Quyida bir inson o'z hayotiy hikoyasidan bahs etadi. Nihoyatda orzu-havaslarim ko'p edi. Sizga aytib bermoqchi bo'lganim istaklarimning ichida eng qiyini. Uni amalga oshirib bo'lmaydiganday tuyuladi. Men onamning yolg'iz farzandi edim. Otam uzoq vaqtlar oldin vafot etib ketgandi. Hali turmush qurmaganman. Na aka-ukalarim, na opa-singillarim bor. Onam o'zga yurtdan, bu shaharda mendan boshqa hech kimi yo'q. 5 kun oldin tush ko'rdim. Tushimda Allohdan yordam va yaqin zafar. Sof surasi 13-oyatni eshitdim. Ta'biriga qiziqdim va bilishimcha bu rizq ekan. Uy joyimiz yo'q edi. Shu tushdan keyin ijara uyli bo'ldik. Bundan juda xursand edik, ammo quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Boshqa muammolar kelib chiqa boshladi. To'lov uchun pul topa olmadik. Uy egasi doim uyni bo'shatib qo'yishimizni aytardi. Bu uydan chiqib ketsak, boshqa boradigan joyimiz yo'qligi uchun ko'p xafa bo'ldim. Vaziyat og'irlashib ketdi. Holimizni faqatgina Alloh bilardi. Shunda men ijtimoiy tarmoqlarda bir insonning sahifasiga kirib qoldim. Unda ko'p erkaklar va ayollar o'zlarining istig'fori sababidan nimalarga erishganini yozib, qolganlar bilan bo'lishardi. Xudo xolasa, men ham shu ishlarni qilaman dedim. Bir kun kelib, shu yerga hayotiy hikoyamni yozishni niyat qilib qo'ydim. Allohga ko'p duo qildim. Ayniqsa Arafa kunida tinmay iltijo qilib, istig'forlar aytdim.
Doim Ibrohimiy salovatini aytib yurardim. Baqara surasini ham o'qishga o'tdim. Kechalari tungi namozlarni ado etdim. Shunda Alloh taolo men so'ragan barcha narsani bera boshladi. Orzu qilganimdan ham ko'prog'ini in'om etdi. Katta va go'zal bir uyni ato qildi. Hech qachon bunday uyga ega bo'lamiz deb o'ylamasdim. Uyni arzon narxda sotib oldik. Onam bilan birga Ramazondan 2 hafta oldin o'sha uyga ko'chib o'tdik. Hamma vaziyat inson uchun qiyinday tuyulaveradi, ammo Allohga barchasi oson. Qachon bir narsani iroda qilsa, uning ishi bo'l demoqlikdir xolos. Bas, u narsa bo'lur. Yosin surasi 82-oyat. Alloh taolo ba'zida kelajakda yengilliklar berilishi, yo'lingiz ochilishi haqida ishoralar berib qo'yadi. U xoh tushda bo'lsin, xoh qalbingizga sakinat solib qo'ysin, farqi yo'q. Siz o'shanda hozir bermayapti-ku deb to'xtab qolmang. Sabrda, ishonchda, harakatda davom eting va kuting. Tadqiqotchi bo'lib ishga kirdim. Ba'zan qo'limizdan biror narsa kelsa va erishishimizga oz qolganda tashlab ketishga majbur bo'lib qolamiz. Lekin shunday vaziyatlarda bor kuchimizni yig'ib, harakatda davom etsak, Alloh taolo albatta bizga natijani beradi. Bir tadqiqotchi shunday hikoya qiladi. Biror institutga tadqiqotchi bo'lib o'tsam deb yurardim, ammo buni amalga oshirish qiyin edi. Ham ishlab, ham o'qisam derdim. Qayerga ish so'rab borsam, menga rad javobini berishardi. Vaholanki, baholarim, bilimim yaxshi edi. Buni bilsalar ham meni ishga olishmasdi. Keyin men istig'for aytish va Baqara surasini o'qishni maslahat berishdi. Qiziqarli tomoni, shu ishlarni qilishni boshlaganimdan keyingina ishlarim yurishdi. Texnika universitetiga tadqiqotchi bo'lib ishga kirdim. Bu ishlarning barchasini boshimdan kechirganman. Yoshlikda maktabda o'qib yurgan paytlarimda tabiiyki yosh bolalarcha fikrlardim va Allohdan shunga yarasha so'rardim. Ulg'ayganim sayin so'raydigan narsalarim ham kattalashib bordi. Doim duo qilardim, zikrda yurardim, istig'for aytardim, namozlar o'qirdim va shularning sababidan Alloh menga so'ragan narsalarimning barchasini munosib vaqtda berdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Istig'for faqatgina gunohlar kechirilishi uchun aytilmaydi, balki Allohning rizosiga erishish uchun ham aytish kerak. Alloh bizni o'zi yaxshi ko'radigan bandalari qatoriga qo'ysin. Hayotimizning har jabhasida muvaffaqiyat qozonaylik. Oxiratda jannatning eng yuqori darajalari berilsin deb ham aytishimiz zarur ekan. Rozi bo'ladigan qalb. Hayotingizda har kuni har xil vaziyat, turli hodisalar sodir bo'ladi. Siz Qur'on o'qisangiz, Allohning zikrida bardavom bo'lib, unga yaqinlashsangiz, Alloh taolo sizga barcha narsaning eng yaxshisini beraveradi. O'zgarishlarni sizning foydangizga qiladi. Isboti quyidagi hikoyamizda. Men 1 yildan oshiq vaqt har kuni Baqara surasini o'qib yurdim. Har bir ishim yengil hal bo'lib ketaverardi. Bu Allohning fazli bilan bo'lardi. To'g'ri, siz bir oyda topadigan pulni kimdir bir haftada olishi mumkin, balki undan ham ko'proq topadiganlar bordir. Asosiysi, o'shanga rozi bo'ladigan qalbni berib qo'ygani. Sizning yutug'ingiz. Undan katta boylik, undan katta yutuq yo'q. O'tgan yili Shavvol oyining o'rtalarida istig'for aytishni boshladim. Bir kunda 3000 martalab aytardim. Sajdalarimda ko'p duo qilardim. Duolar ijobat bo'lishi va'da qilingan vaqtlarni g'animat bilardim. Shu bilan birga zikr va salovatlarni ham ko'p aytardim. Barcha namozlarni qoldirmasdan o'qirdim. Keyingi yilning xuddi shu kunlarigacha 1 yil davomida yuqoridagi ishlarni har kuni qildim. Alloh menga shunday ish berdiki, men unga erishaman deb aslo o'ylamagandim. Allohga hamdlar bo'lsin. Shuning uchun Allohga iltijo qilishni to'xtatmang. Dunyo ishlarida bo'lsa ham unga yuzlanavering. Qanday qilib dunyo ishini so'rayman demang. Har qanday hojatingizni so'rayvering. Allohga qiynalgan kuningizda ham, kengchilik kuningizda ham yuzlanavering. Qiynalmagan paytingizda Allohdan eslasangiz, Alloh taolo sizni qiynalganingizni eslaydi. Biz hayotimizda istig'forning o'rnini, Alloh zikrining ta'sirini, foydasini bilmay qo'yganmiz. Shuning uchun istig'for aytmaymiz. Allohim zikr qilmaymizda, siqilish iztiroblariga yo'liqib yuraveramiz. Uyda ham, ko'chada ham, ishda ham shundaymiz. Allohga qaytishga vaqt ajratmaymiz. Uni zikr qilishni tark qilib qo'yganmiz. Allohni zikr qilishning natijasi bilan tanishamiz. Men ko'p siqilib yurardim. Erim, oilam bilan muammolarim ko'p edi. Moddiy qiyinchiligim ham bor edi. Bir kunda 1000 marta istig'for aytishni boshladim. Baqara surasini har kuni o'qidim. Bir necha oy shunday davom etdi. Allohning fazli bilan erim ishxonasidagi yuqori mavqega ko'tarildi.
Tabiiyki, bu maoshining oshishiga ham sabab bo'ldi. Moddiy holatimiz yaxshilandi. Sekin-sekin boshqa muammolarimiz ham o'z yechimini topa boshladi. Er-xotinlik munosabatlarimiz ham o'z yo'liga tushib ketdi. Erimning oilasidagilar bilan ham munosabatlarimiz yaxshilandi. Hammasiga duoning barakasi va istig'forning fazilati sabab. Boshimizdan o'tayotgan barcha qiyinchilik, iztiroblar tutun kabidir, uchadi-yu ketadi. Ammo atrofimizni yopib, qamab olsak, tutunlar tarqamay qoladi. Shuning uchun atrofning havosini yangilab, almashtirib turish kerak. Buning uchun Allohga yuzlaning. Ich-ichimdan so'radim. Jurnalda bir voqeani yozishgandi. Voqea qahramoni ayol kishi edi. Eshigimizni tilanchi taqillatib keldi. Sumkamni ochib qaragandim, 100 riyol qolgan ekan. Hammasini berib yubordim. Shunda ich-ichimdan so'radim. Yo Alloh, ko'paytirib bergin. 10 barobarida ko'paytirib bergin. Haligi ayol ertalab oshxonaga kirdi. O'zi va eri uchun nonushta tayyorladi. Eri dasturxonga o'tirarkan, xotiniga dedi: "Anavi stol ustida bir xatjild turibdi. Pochtachi tashlab ketibdi. Qabul qilib oldim." Xotin turib, xatjildni ochib qarasa, bank tomonidan chek yozilgan ekan. Ayolga falon vaqtlari qaysidir jurnalda chiqargan maqolasi uchun chek kelgandi. Ajablanarlisi, bu chek naqd 1000 riyol edi. Ha, ishonchda gap ko'p. Siz Allohdangina kuting. Muhtoj bo'lsangiz ham, boy bo'lsangiz ham, ko'pini ham, ozini ham so'rayvering. Muhimi, o'zidan so'rang. Unga iltijo qiling, bog'laning, suyaning. Bu ishda ikkilanmang, taraddudga tushmang. Xatokorlarning eng yaxshisi tavba qilganidir. Inson xatokor qilib yaratilgan. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Odam bolasining barchasi xatokordir. Xatokorlarning eng yaxshisi tavba qiluvchisidir. Insonning tabiatida xato qilish bor. U shunday qilib yaratilgan. Ba'zi paytlarda gunohga shunchalik sho'ng'ib ketadiki, qutula olmay qoladi. Qilayotgan ishining xatoligini biladi-yu, ammo o'zini tiya olmaydi. Allohning oldida javob beraman deb o'ylaydi, biroq foydasi yo'q. Yosh bir qiz shunday hikoya qiladi. Men oldin gunohga moyilroq qiz edim. Yigitlar bilan gaplashardim. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muloqot qilardim. Buning gunohligini, undan uzoq yurishim kerakligini bilardim. Tark qilishim oson bo'lishi uchun ko'p namoz o'qidim. Ota-onamga yaxshiliklar qildim. Ularning duolarini oldim, lekin gunohlarni tark qila olmadim. Hamma ishimni Allohga topshirdim. Undan duo qildim, istig'forlar aytdim. Bir qancha vaqt o'tganidan keyin qilayotgan ishlarimni qalbimdan shunday yomon ko'rdimki, tabiatdan ham xohlamaydigan bo'lib qoldim. Alloh shu holga olib keldi meni. Yigitlar bilan gaplashish, internetda muloqot qilish kabi mumkin bo'lmagan ishlarning barchasini to'xtatdim. Ilm nimadan boshlanadi? Albatta, Allohni tanishdan boshlanib, oxiri esa barcha ishlarni Allohga topshirish bilan tugaydi. Talaba o'qib, ilm olib, ustozlarining xizmatini qilib, nasihatlarini tinglab, oxir-oqibat barcha ishlarning natijasini Allohga topshirishni o'rganadi. Ilmning nihoyasi shu ekan. Qiz hikoyasining davomida bunday dedi: Men universitetni tugatishga yaqinlashib qolganimda Qur'on kursiga o'qishga kirdim. Universitetni bitirishim oson bo'ldi. Kichikroq ishga ham joylashib oldim. So'ng pedagoglarni tayyorlash kurslariga o'qishga kirdim. Allohning barakasi bilan barcha o'qish va ishlarimga o'z vaqtida ulgurardim. Nafaqat Qur'onni o'rgandim, balki undan ta'lim berishni ham boshladim. Bularning barchasiga 1 yildan kamroq vaqt ichida erishdim. Inson qalbini Alloh uchun xoli qilsa, fitratidagi ishlar o'z-o'zidan yo'liga tushib ketaveradi. Banda har qancha biror ishga intilmasin, Alloh bitib qo'yganidan zarracha ortig'ini qo'lga kirita olmaydi. Allohga yaqinlashish, istig'for aytish va duolarimning sababidan ushbu narsalarga erishdim. Yaxshiliklar bilan gunohlar kechiriladi. Allohga iltijo qilish bilan esa o'chirib tashlanadi. Alloh hammangizni shunday ishlarga muvaffaq qilsin. Haloldan rizq bersin va haromdan o'zi yiroq qilsin. Alloh mening gunohlarimni kechirmaydi, gunohlarim juda ko'p degan shubhalardan tiyiling. Har qanday nomaqbul ishni qilsangiz ham Allohga istig'for ayting. Qaytib qilmayman deb tavba qiling. Salovatni ko'paytiring. Shunda nafsingizda xotirjamlik topasiz va gunohlardan yiroqlashasiz. Xudo xohlasa.